Hunarmandchilik asosida dars o'tamiz. Men Aliyarova Azizaxon Hunarmand uyushmasi a'zosiman. Hunarmandchilik bilan 5 yildan beri shu hunarmand uyushmaga a'zo sifatida ishlab kelmoqdaman. O'zim hunarni boshlaganimga 27 yil bo'ldi faoliyatimga. Chunki sizdek kichkina qizligimda hunarga egallab boshlaganman. Bular meni onam bo'ladi. Onamni kasblarini o'zlashtirib tikib kelmoqdaman. Do'ppi deganda nimani tushunasiz? Oddiy savol. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Milliy liboslar hamda bosh kiyim. Bosh kiyim oldingi tarixlardan judayam ko'p rivojlanib kelgan. Lekin o'rta asrlarda ozgina be'tiborli bo'lib qoldi. Hozirda yana milliylikni targ'ib etish, o'sha ota-bobolarimizni kiygan do'ppilarini yana kiyishni tavsiya qilamiz. Chunki buni judayam xususiyatlari katta. Do'ppi ham shamoldan, ham har bir kasalliklardan ham asragan o'sha zamonda. Hozir ham xuddi shunday. Issiq kunlarda issiqdan asraydi, sovuq kunlarda boshni isitishga ham tabiiy nimasi bor, yaxshi ma'nosi bor. Men sizlar bilan do'ppining qaysi viloyatga qaysi do'ppi kiyilishi haqida gaplashmoqchiman bugun. Har bir viloyatda, tumanda o'z bosh kiyimi bor, to'ppa-to'g'ri. Hozirda bu Namangan, Toshkent yo'nalishida kiyiladi. Mashhur gullarni sifatida. Marg'ilon, Qo'qon do'ppilari ularniki boshqacharoq. Bu Toshkent do'ppisi. Bosh kiyimlari. Qoraqalpoqniki juda ham boshqacha. Ularniki umuman boshqacha. Qoraqalpoqniki xuddi shunga o'xshaydi, lekin gullari boshqa. Unga patlar qo'yilgan. Bu Toshkentning o'sha zar do'ppisi deyiladi. Bu eng hamma viloyatlarda kelishib kiyib ketilaveradi. Toshkent shahrida ko'pincha milliy do'ppimiz ijro qilib kiyishadi. Musiqa, boshqa to'garaklarga gullarini, xususiyatlarini boshqacha qilib kiyishadi. Ayniqsa har bitta vohani gullari boshqacha bo'ladi. Biz Namangan viloyati bo'lganimiz uchun viloyatimiz gullar shahri, to'g'rimi? Shuning uchun gul juda ham bizda ko'p. Gul shakliga ko'p e'tibor berilgan. Oldin shu boshingizdagi iroqi do'ppilar ham xuddi mana bunga o'xshagan, dumaloq va sal noqulaylik his qildiradigan bo'lgan. Keyinchalik sifatga kirgizib, to'rtburchak, hozirda ham dumaloq shakldagi bor. Lekin bizda ayniqsa qizlarni, ayollarni do'ppisi to'rtburchak shaklda bo'ladi. Samarqand, Buxoro, o'sha vohalar, vodiylarda ularniki zar, keyin Samarqandda do'ppilari xuddi shu holatda, lekin qo'l bilan tikilgan mana bunday gullarni tushirishadi. Lekin buni guli boshqacha ularniki. Ular ham erkak, ham ayol kiyib ketaveradi. Och va to'q rangi farqlanadi xolos ularda. Namangan vodiysida ko'pincha mana bunday va Toshkent shahrida bunday gullar kiyiladi. Gullarni ma'nosi haqida gaplashsak, gullar oddiy satin. Nimadan tayyorlanishini bilasizmi? Materiali bu qora bo'lsa, qora tun ma'nosini, oq kunduz ma'nosini bildiradi. Satin matosini tanlash uchun do'ppining asosi material bo'ladi. Ranglarni bo'yashda ham sifatga e'tibor berishgan. Rang bu hozir shundoq qaraganda qoraga o'xshaydi, lekin bunday qilsangiz jilolanib, zangorga o'xshab ketadi. Buni har bitta rangdan keyin temir mato, qizib turgan temir matodan o'tkazishadi. Chunki bir tarafi chiroyli jilos beradi, ikkinchi tarafi unchalik jilo bermaydi. Shuning uchun uni orqa oldi deb belgilab olishadi. Bunga asoslangan holda mana bunday chizma sifatida gullarni oldin chizib olishadi. Oq bo'rlar yoki hozirda zamonaviylashgan oq ruchkalar bor.
Hozir biz o'sha oq ruchkalardan foydalanamiz. Oq ruchkalar bilan bo'yab, shularni asosan tikishga tayyorlaymiz. Shu oddiy matoni ham qanchadan nechadir nimadan o'tadi-da, ishi judayam ko'p. Birinchi ipak qurtini boqasizmi? Pilladan boshlanadi. Ikkinchisi o'sha paxtani, ekilgan paxtani terib olishdan boshlanadi. Va eng so'nggisi bu mato bo'lib qo'lingizga yetib keladi. Buni orqasida minglab insonlarni mehnati turadi. Oddiy mato-ku deb o'ylaydi ko'pchilik, lekin oddiy matoni shunchalik darajada ishi ko'p. Bu qorayib shu holga kelgani ham judayam murakkab ishlardan biri. Va gullarni asosan biz mana bunday gullarni bodom guli deymiz, o'rik guli deymiz, taroq guli deymiz. Nima sababdan? Bodom guli bu bodom nusxa erkaklarni miyasi to'lgan, shu foydali mahsulotligi uchun bodom shaklini berib gul tikilgan. Keyin biz buni piltalab mana bunday qattiq holga keltiramiz. Mana hozir bu yerda bular jarayon olib ketyapti. Bu tizak qismini jarayoni bo'lyapti. O'shanga buni yopishtirib asosida bir-biriga yopishtirib chiqiladi. Kimki do'ppi tikishi yoki hunarmandchilikni egallashni xohlasa, albatta qo'limdan kelgancha sizlarga hunar sirlarini o'rgataman.